Assalomu alaykum, Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Bizni korxonamizga Qirg'iziston Respublikasi Batken shahridan Diyorbek ukamiz keldi. Ishlab chiqarishni mukammal darajada o'rgandi, mutaxassis bo'ldi, sertifikatlarni berdik. Endi kimga Qirg'iziston Batken shahri bo'ylab shu bizni Gold Clinic'da fasadli plitalar kerak bo'lsa, albatta Diyorbek ukamiz nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Diyorbek, bizni korxonamiz haqida nima deysiz? Internetda gapirganlar bor ekanmi? Avvalambor assalomu alaykum. Hammasi zo'r, sizlar uchun sizlarga rahmat. Mukammal o'rgandik. Mana biz Batkendan kelib, endi qoliplarni olib ketyapmiz. Xudo xolasa mana Qirg'izistonda bu plitkalarni chiqaramiz. Mana qoliplar bo'yicha sizlarga katta rahmat. O'rgatganingizga sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa kimga shu fasadli plita biznesi qiziq bo'lsa, albatta bizda pastda nomerlarimiz qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. WhatsApp, Telegram, Imo hamma tarmoq chiqadi, shu nomerlarda aloqaga chiqarasizlar. Kutamiz.